O'tgan qismda men arendaga mashina beradigan kompaniyaga dastlab ketkazib berdim va u bino menga tegishli ekanligini bilmagandim. Xullas, bu galgi qismda nima bo'lishini bilmoqchimisiz? Unda videoni oxirigacha kuzating. Albatta juda ham qiziq voqealar bo'ladi. Xo'sh yigitlar, qanday rejamiz bor anavi qariya cholga imzo qo'ydirib olish uchun? Manda bitta cho'tki idea bor. Qarochi, men uyga qanaqadir davlat idorasidan boraman va imzo qo'yib berishini so'rayman. Ya'ni misol uchun qanaqadir davlat idorasidan borishim kerak-da. U qo'rqadi davlat idorasidan keldim desam. Sizda qanaqadir idea yo'qmi, brat? Men to'g'risini aytsam hech qanaqa ideyaga emasman. Menda ham idea yo'q to'g'risi aka. No, idea o'ylab ko'ramiz. Hamma tarqalsin, idea o'ylaylik. Mayli, men ideya o'ylab ko'raman. Yaxshisi kelinglar, mashina bilan o'sha yoqqa boraylik. O'sha yoqqa borganimizdan so'ng yaxshilab o'ylaymiz. Mashinaga o'tirib olaylik ikkalalari ham. Bo'ldi, men orqasiga o'tiraman. Men ham orqaga o'tirdim. Mayli, ikkalamiz ham orqaga ketamiz. Bo'ldi, yaxshilab o'tirib olaylik, qarochi ketdik. O'sha joyga boramiz, ammo уже vaqt kech bo'pti. Mayli, kech bo'lsa bo'laversin. O'sha yoqda uxlab qolamiz kim bo'lmasa. Nima bilmadim qanaqa reja qilishimizni to'g'risi. O'ylash kerak, prosta o'ylash kerak qanaqa reja qilishdi. Menda bitta reja bor. Biz elektrositdan keldik desa, ya'ni elektr energiyasidan, ya'ni kommunaldan keldik, imzo qo'yib beramiz, aholini yangilikdan ro'yxatga olyapmiz. Shunga o'xshash qanaqadir ideya qilishimiz kerak. To'g'ri ideya, lekin kim davlat idorasidan ishchi bo'lib boradi? Men boraman, chunki meni tanimaydi. Sizni ishchingizni ham, ya'ni meni boshlig'imni ham va sizni o'zingizni ham taniydi boboyingiz. Mashinani mana shu atrofga qayergadir qoldirib, biz ertalab o'sha kutganimiz ma'qul. U bobo kechasi uyingizga boradi. Tushundim. Bo'ldi, unda mana shu yerga mashinani qo'yaman va ertalab bo'lishini shu yerda kutamiz. Menimcha bu yaxshi ideya. Ya'ni davlat idorasidan desa qo'rqadi va asla mashinada o'tirib turinglar. Men hozir bitta ishim bor, ishcham bor, o'sha ishchamni qilib kelaydi. Xo'sh, mana ertalab ham bo'ldi, lekin mashinada uxlash biroz qiyin ekan. Nima dedinglar? Rostdan ham meni belim og'rib ketdi. Yomon belim og'riq bo'lib qolaman ketishda. Qarochi, mana shu tomonda edi-ya o'sha bino. Jigarlar, kanallarimni sotib, sizlarni ham joninglarga tegib ketganim aniq. Endilikda eng asosiy bo'lgan, hech qachon sotilmaydigan va doim eng zo'r videolar chiqadigan asosiy kanalimni ochdim. Ushbu kanalga kommentariy va opsiyadagi linklar orqali o'tasizlar. Ushbu kanalda 1000 obunachi to'plasak, men sizlarning e'tiboringizga ajoyib yangi serialni namoyish etaman. Tezda o'tib obuna bo'lib qo'ying va Johausni kuzatishda davom eting. Bundan-da zo'r seriallar hali oldinda. Bilsangiz kerak, men endi bilmadim, to'g'risini aytsam. Sizlar bilasizlar deb haydayapman, lekin bu bino xotiram yo'qolgandan so'ng bu bino meni binom yoki boshqa binoligini to'g'risi eslay olmadim. Lekin sizlar shunaqa deyapsizlar, yana bilmadim. Sizni binoyingiz bu aniq. Javob sizni binoyingiz. Mayli, meni binom bo'lgani yaxshi. Xo'sh, qarochi nima qilamiz? Qarang. Siz borasizda, hujjatlarni xullas imzolatib olasiz. Biz mana shu yerda sizni kutib turamiz. Bo'ladimi? Bo'ladi, bratam. Faqat imzo qo'yib bersa bo'lgani, lekin davlat idorasidan men desam qo'rqsa kerak. Xullas, sizlar shu yerda qarab turinglar, men ketdim. Ishimni do'ndirib kelaman. Men ishimning ustasiman u. Xo'p. O'xsharmikan bilmadim. O'xshaydi aka, qo'rqmang, hammasi cho'tki bo'ladi. Ana u eshikni taqillatyapti. Hozir taqillatib, bobo chiqadi va hammasini gaplashib olishadi. Yo'q, rostdan ham bobom chiqdi. Lekin to'g'risini aytsam, biroz ishonmay turgandim va endi to'liq ishonishni boshladim. Endi u adashmasam elektr energiyadan ekanligini aytayapti va hujjatni berdi va bobo imzolayapti. Qo'yil qoldim ekan mana bu yigitchaga. Bu yigitchani sen ishga olganmisan? Men ishga olganman, juda ham yaxshi bola. Unga yaqinda men ham mashina bermoqchiman, xuddi siz menga mashina berganingizdek. To'g'ri o'ylabsan. Albatta rag'batlantirib turish kerak. Nimaga u bolani boboy urdi, tushunmadim. Balki uyga kirmoqchi bo'lgani uchun urgandir. Menga qiziqmas va u yigitcha qaytib kelyapti. Ishini uddaladi menimcha. Xo'sh, yigitcha nima bo'ldi? Hammasini do'ndirdim. Prosta hamma ishimiz o'xshadi. Xullas, mana bu birinchi hujjat, ya'ni bu mashinalarning hujjati, mana bu ikkita hujjat, ishxonaning hujjati va uyning hujjatini, mana uyning hujjati. Menda edi uyning hujjati, mana oldingizmi? Qarochi, biz ketdik. Qolganini o'zingiz do'ndirasizmi? O'zim do'ndiraman, sizlarga esa rahmat. Qanaqadir yordam kerak bo'lsa aytaman sizlarga. Xo'sh, uch hujjatlarim meni nomimda va kech bo'pti. Mayli. Muhimi hujjatlar bizning nomimizda. Agar uyga kirgizmaydigan bo'lsa, bemalol politsiya yordamida uyga kirishim mumkin bo'ladi. Endi esa uyimga borib albatta damimni olganim ma'qul.
davomni olib ertaga kelamanda hamma ishni do'ndirib ketaman. Ya'ni cholni uydan haydayman. Bu uydan haydayman, naborot uydan, ishdan, hamma joydan. Faqat ana u o'zini uyi qoladi o'ziga. Ya'ni hozirda men yashayotgan uy va mashinani to'g'risini aytsam biroz haydashga qiynalyapman. Balki kechasi bo'lib qolgani uchundir va uzoq ishlaganim uchun, bilmadim yana ham. Xo'sh, politsiya idorasining narigi tomonidan burilish kerak uyimga. Mana shu yerdan burilib, asta uyimga haydab boraman. Xo'sh, uyga ham yetib keldim, ya'ni uyimning yoniga. Mashinani albatta garajga qoldirishim kerak, lekin to'g'risini aytsam mashina bitta narsasiga umuman tushunmagandim. Mana bu nimani yoqib o'chirishini bilmadim, lekin farasini yoqolmadim mashinani. Mana shu yoqildi holatida. Xullas, yoqildi deyapti, lekin bilmadim. Yorug'lik yo'q mashinani oldiga. Tushib ko'rish kerak menimcha. Tushib ko'radigan bo'lsak, fara yongan, lekin yonida yorug'lik yo'q. Bilmayman, balki qanaqadir boshqacha yorug'lik bilan ishlar bu mashina, lekin to'g'risini aytsam yorug'lik yo'q. Orqa eshikni ochishga balo bormi? Xo'sh, faralarni o'chirib qo'yamiz va mashinani o'zini ham iloji bo'lsa o'chirib qo'yish kerak. Xo'p, mayli, o'chirib ketaman mashinani o'zini ham. Xo'sh, endi uyga chiqib davomni olaman va ertaga ana qariya choldan uyimni qaytarib olishim kerak. Bilmadim qanday qaytarib olaman, urib qaytarib olamanmi yoki e'lanib qaytarib olamanmi yoki shunchaki aytsam, hujjatlarni ko'rsatsam balki o'zi qo'rqib qaytarib berar. Mayli, nimadir bo'lar. Uyga chiqib hozircha davomni olganim ma'qul. Davomni olsam hamma narsada yaxshi ahvolda bo'laman. Bolam, keldingmi? Qayerda eding? Bobo, uydamisiz? Uydaman, kun bo'yi uyda o'tirgandim. Mayli, qarochi ertaga sizga o'sha aytgan sovg'amni beraman. Yo'q, rostmi bolam? Mayli bolam, damingni ol, unda sen ham charchab yuribsan kun bo'yi. Men ham bitta ikkita ishlarim bor, o'shalar qilaman. Mayli. Ya'ni bitta ikkita ishi, ya'ni menga tegishli bo'lgan ishlarni qiladi. Xo'sh, mana ishlagan pullarimni olib qo'yishim kerak. Xullas, endi mana bu hamyonni ishlatmoqchiman va bu hamyondan biroz pullarni olib katta hamyonga joylamoqchiman. Ya'ni $80,000 puli bor hamyonga joylamoqchiman. O'zim bilan 10,000 atrofida pul olib yursam yetadi. Mana shu 13,000 olib yuraman, yetadi. Endi esa mana bu pullarni bu hamyonga joylayman. Bu hamyonda hozir hisoblab ko'raman qancha pul bo'lishini. $113,780 5 ta mashinaga bemalol yetadi va 2 ta uyga ham yetishi mumkin. Xo'sh, bu pullarni olib qo'yaman. Endi uxlaveraman. Albatta mana bu qurolni, ya'ni mana bu pullarni o'zim bilan olib yuraman. Endi esa mana bu hujjatlar menga kerak emas. Faqat erta ko'rsatadigan hujjatlarni olib qo'ysam bo'ldi. Erta boboyga ko'rsatadigan hujjatlarimni. Endi esa uxlayman. O'sha ertalab bo'lib ketibdi. Endi esa borib ishlarni hal qilish kerak. Lekin Telegramni ochishim kerak va Telegramga trillionta xabar kelibdi. Bo'ldi, bularni o'qib o'tiradigan bo'lsam ancha kech bo'lib ketadi va o'sha ancha kech ham bo'lib ketibdi. Soatga qarasam, xo'p, mayli, yuz qo'l yo'q bo'lish kerak, tetik bo'lish kerak bu ishlarni bajarish uchun, ya'ni boboyni yo'q qilish uchun. Doimgidek boboy yo'q va avval qorin to'yg'azib olishim kerak. Xo'p, boboy doimgidek bu yerda hamma narsasini olib bo'lganman, narsalarni bu yerdan. Menimcha payqab qolmagan, chunki uyda yo'q o'zi. Narsalar tashib ketgan, qorin to'yg'azib olishni aytgandim va qorinni to'yg'azib olishim kerak. Ya'ni nimadirlar yeb olmasam, to'g'risini aytsam bo'lmaydi va o'tirib, xo'sh, mana shu hot-dogni yeb olsam, mana yeb oldim, qornim ham to'ydi. Endi esa borib ishni bajarish kerak, ya'ni boboyni yo'q qilish kerak. Boboyni yo'q qilish kerak degan so'zni bilmayman necha marta ishlatdim. To'g'risini aytsam, alamim bor bu boboydan va boboy yo'qolgandan so'ng esa barcha pullar, barcha narsalar menga qoladi. Barcha mol-mulklar. O'ldirmasammikan yoki yaxshisi bilmadim. Umuman tushunmayman nima qilishga. Boboyni o'ldirsam ham, o'ldirmasam ham baribir u mol-mulk menga tegishli. Chunki boboyni o'zi menga hujjatga imzo qo'yib bergan. Xo'sh, mashinani ochib, mashina bilan boraman. Chunki piyoda borib bo'lmaydi, uzoq. Lekin nimagadir mashinani garajga qoldirmagan ekanman kecha. Balki uyqusirab, qanaqadir charchaganimdan, xullas nimadandir bo'lgan. Endi esa mashina bilan boraman u yoqqa. Mana yetib ham keldim. Endi boboyni azoblaymiz. Azoblash xizmati ko'ramiz. Mashinani mana shu yerda to'xtatib qo'yaman, mashinam turadi. Xo'p, mashina nimagadir sirpanyapti. Bilmadim nimaga sirpanyapti bu. Bo'ldi, ana endi to'xtadi. Bilmadim. Balki baloni qanaqadir nimadir bo'lgandir. Xullas, mana shu uy mendan nahotki ishona olmayapman. Uydamikana. Hozir chiqyapman mana. Mana taqillatmay turay, chiqyapman.
Apple chiqayotgan ekan. No, ko'rinmayapti. Bilmadim, yana bosib ko'raychi. Yaxshisi o'zim ochay. Cho'xa bu yerda nima qilyapsan? Uyingizga mehmondorchilikka keldim. Aniqmi? Uyimga mehmondorchilikka keldim desa ham bo'ladi. Nima, bilib qoldingmi? Men baribir bermayman bu uyni senga. Bu uy seniki emas. Kecha o'zingiz imzo qo'yib berdingiz. Endi bu uy meniki. Yo'q, bermayman senga. Bu uy seniki emas. Nima? Yoqqa yaramas cho'l. Yo'q, bermayman. Berasan. Bermay, qayerga ham borarding, yaramas cho'l. Oho, endi bu uy menda. Voyda, bu yerda telefonlar bor ekan-ku. Oho, haqiqatdan ham boy bo'lish boshqacha ekan-ku. Bu yerga o'zim telefonni qo'yib qo'yaman. Bu yerga qurolni qo'ysa bo'larmikan? Mana shu qurolni qo'yib qo'ysam-a? Вообще chiroyli turadigan qurolni qo'yib qo'ysa lekin. Xo'sh, endi men milliarder bo'lib ketdim. Mana bu qurolni o'zim, telefonni o'zim bilan olib yuraman. Menga mana shunaqa kichkina telefonlar yoqadi, ya'ni tugmali telefonlar. O'sha telefonni olib yuraman. Men hujjatlarni, pulni hamda o'q-dorilarni mana shu yerga joylab qo'yaman. Xo'sh, hammasi chotki, menimcha juda ham ajoyib. Endi men boyman. Hammasi wow, juda ham go'zal uy ekan. Xullas do'stlar, endilikda men boyman. Xohlasanglar Boy hayoti degan serial chiqarishni davom ettiraman. Va Boy hayot serialida nima voqea bo'lishini xohlasanglar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Barchalaringga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.